Har kun ishga kelganimda farzandim ishonchli qaramog'ida ekanligini bilaman. Emizish vaqti kelganida shunaqa tinch joy borligi bizga juda ham muhim. Bu mening ishimga bo'lgan munosabatimni tubdan o'zgartirdi. O'zbekiston 2024-yilda Xalqaro mehnat tashkilotining oila mas'uliyati bo'lgan ishchilar to'g'risidagi 156-sonli konvensiyasini ratifikatsiya qilish orqali mehnatkash ayollar va oilalar huquqlarini himoya qilishda muhim qadam tashladi. Bu nafaqat ayollar, balki butun mamlakat uchun foydali bo'lgan tarixiy lahza bo'ldi. Nimaga deysizmi? Chunki barcha ayollar uchun onalikni himoya qilish huquqsiz, munosib mehnat bo'lishi mumkin emas. Onalikni himoya qilish integratsiyalashgan va izchil parvarishlash siyosati va tizimlarining asosi va barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishning asosiy komponentidir. O'zbekiston 156-sonli xalqaro konvensiyani ratifikatsiya qilish orqali har bir ayolning mehnat va hayotdagi huquqlarini himoya qilishga yana bir muhim qadam tashladi. Bu qaror ayollar, onalar, ayniqsa og'ir sharoitda mehnat qilayotganlarning manfaatlarini himoya qilishdagi yo'limizni belgilaydi. Va bu faqat huquqiy akt emas, balki ayollarga nisbatan adolatli munosabatning, bag'rikenglik va tenglik tamoyillarining ifodasidir. Endilikda Nargiza kabi minglab ayollar ish va oilaviy hayotini xavfsiz, munosib va barqaror ravishda uyg'unlashtirish imkoniga ega bo'ladi. Mehnatkashlar uchun bu o'zgarishlar kafolatlar va ijtimoiy himoyani yanada kengayganini anglatadi. Bunga ishlayotgan ayollar va erkaklar uchun teng imkoniyatlar yaratish, ayollarga pul to'lanadigan homiladorlik va tug'ish ta'tili, erkaklarga har yilgi mehnat ta'tili ularning xohishiga ko'ra xotinining homiladorlik va tug'ish ta'tili davrida berilishi, sog'liqni saqlash xizmatidan foydalanish, gender tengligi, kamsitishlardan himoyalanish hamda uydagi vazifalar mas'uliyatini uyg'unlashtirish kabilar kiradi. Современный работодатель поддерживает баланс равенства на предприятии, создает условия, где каждый работник, ставший родителем, чувствует уважение, поддержку, веру в свой потенциал, и ему больше не приходится выбирать между карьерой и семьей. Создавая условия для развития гендерного равенства и защиты материнства, мы инвестируем не только в развитие своего бизнеса, но и в будущее всей страны. Onalikni himoya qilish mexanizmlari qanday ishlaydi? Oilaga do'stona siyosat va ularning jamiyat va iqtisodiyotga ta'siri. Ushbu standartlarning joriy etilishi nafaqat oilalarga, balki mamlakat iqtisodiyotiga ham foyda keltiradi. Ish beruvchilar g'ayratli ishchilarni, davlat esa barqaror mehnat bozorini ta'minlaydi. Bola parvarishi ham ish, ko'pincha ko'rinmas va kam baholanadigan. Ham pullik, ham haq to'lanmagan parvarish ishini tan olish adolatli va samaraliroq jamiyat qurish uchun juda muhimdir. Erkaklar ham, ayollar ham tarbiyachi va boquvchi sifatida muvaffaqiyat qozonishlari mumkin. Ikkala rolni ham qadrlash barchaga foyda keltiradi. Men bir vaqtning o'zida ham onalikni ham ishni eplay olaman deb o'ylamagan edim. Hamkasblarim, rahbariyat, turmush o'rtog'imni qo'llab-quvvatlayotgani menga katta kuch beradi. Ko'pchilik o'ylashadi, ota faqat oilani moliyaviy tomonlama ta'minlasa bo'ldi deb. Qolganini ona bajaradi. Menimcha bu biroz noto'g'ri fikr. Bolani voyaga yetishida ota va onaning roli juda ham katta. Ular birgalikda harakat qilishi kerak. Uzbekistan is demonstrating its commitment to building an inclusive and fair labor market. International experience shows that care-responsive policies not only improve working conditions, but also boost productivity and economic growth. This is undoubtedly an investment in the country's future. Therefore, it's essential that all women, especially those in vulnerable situations, are effectively covered by maternity protection in law and in practice. That's why we must accelerate efforts to guarantee maternity protection for all by 2030. UNFPA advocates for gender-sensitive, family-friendly policies that enable both women and men to share unpaid care responsibilities and pursue their career and family aspirations. We emphasize on the importance of involving men in caregiving roles, recognizing that men have both the right and the responsibility to care for children and family. 183-sonli konvensiyani ratifikatsiya qilish yanada inklyuziv va adolatli kelajak sari qadamdir. Onalik va otalikni himoya qilish barobar amalga oshiriladi. Umumiy mas'uliyatni rag'batlantirish va an'anaviy gender me'yorlariga qarshi chiqish orqali
biz 2030-yilgacha g'amxo'rlik qilish huquqi barcha uchun haqiqatga aylanishini ta'minlaymiz.